Qirg'izistonga ham kuyvorlik nasib bo'lsa mana. Qor sovuq. Mana avul. Zo'r yoqqan deydi lekin bu tomonlarga. Bugungi chislo umuman 2026 1-yanvar. Birinchidan mana qor. Qirg'izistonning ko'chalariga vobshe gap yo'q. Yo'llar tozada, tekis. Asfaltlarni ham tekis yo'ygan. Chiqib yaxshi, mana Do'stlik chegarasidan o'tgandan keyin ancha yo'llar ko'p joylar asfaltlashtirib qopti. Qirg'iziston chiqib ancha yo'llarni birinchi o'ringa olib boryapti. Mana nima deydi? Jilqi deydimi, ot deydimi? Chiqib yaxshi. Qirg'izistonga gap yo'q, O'zbekistonga ham o'tishimiz, qaytishimiz muammo bo'lgan yo'q, problema bo'lgan yo'q. Keling aka, o'ting aka, o'tiring aka, choy iching aka, gap yo'q ekan mehmondorchilikka. Qirg'iz aka ukalarga